Tayyormisan? Tayyormisan? Ko'rishinglar. Ketdi. Короче, bolalar, bir ikkita qarayman chekkadan oddiy barba. Bu nimaga men bilan barba chiqdim birinchidan? Nimaga men 100 kilo vesiga bu 95 emas, bu 100 kilo bu. 100 kilo vesiga nimaga men 62, 65 vesimga nimaga men bu bilan barbaga roz bo'ldim? Sababini aytaman sizlarga. Qaranglar, ham почти 40 kilo ves разница и плюс bu, например, buni barbasiga tushdim. Buni pravilasiga tushdim. И nimaga tushdim? Chunki bu barbaga tushmaganimda bo'yga rozi bo'lmardi bu. Bir ikkita yuzga negativ, men seni 10-ga mensilarni qaralaring, mana shunaqa narsa. Bo'y qiziq hammaga, bo'y, hali bo'y bo'ladi. Men barbaga tushgan sababi shu ham по правилам bir bo'lgan. Bu bilan по правилам barbaga bir bo'ldi. Tushunyapsizlarmi shuni? Bu shuncha vesi bilan shuncha barislik bilan bir qilyapti men bilan. Ya'ni birinchi videoni tepaga tashlab qo'ydim, birinchi raund qanaqa yutganimni. Charchadim, bo'ldi deb qo'ygan. Tushunyapsizlarmi shuni? Balla bo'ldi 10-ga mana qanotlarim ikkitasi balla bo'ldi qilyapti. Bo'yga, всё, bo'yga bu gandonni men bu joyini sindiraman bo'ldi. Ana yiban qo'yibdi bolalar, bu o'zi tan olgan, ichib olgan, boshqa qilgan. Bu dalbo'yib birinchidan gapini tushunmayman-da. Buni shevasi xuyizdan aytgan sheva bu. Qashqadaryo, Surxondaryolik emas. Buniki jalab bir bilmayman. Eramizda 576-yilga shevada qolib ketganda bu ongi rivojlanmagan uchun. Qarshi bu gapirganda men boshqa gap gapirmasam deb turib o'zimni gapimni gapirganman-da keyin unga. Raz maqsad u yerda bo'lgan, jalab davay bo'y qilaylik. Unda zabal qilmay menga TDM qilib, naxoy lo'lichilik qilib demoqchi bo'lganman-da. Chunki u yerda ko'rgansizlar, jalab po fakti yutgan bu yerga. Как бы bu narsani tan olmaydi naxoy, hech qanaqasiga. U oldindan tan olmagan bu. Как бы. O'zinglar ko'rdinglar, Bo'ridaji kanaligacha qo'ydi videoda, ikkita o'yinda polniy. Tushunmasanglar bo'ladi. Jesus Pravela Nasrokasini ko'rsatmagan, App Store'ni ko'rsatmagan. U xo'yna narsalar, deb odam lam bo'lyapti. U yerda hamma tepasida qarab turibdi, yurma qilayotganini.